sizni yaqinda bitta prezentatsiyasini birinchi o'tirishingizda qanaqa bo'ldi sizni hissiyot, tuyg'u? Va yaxshi, zamonaviy. Boshqalarga ham taklif bera olasizmi? Endi taklifni ishlatgandan keyin beramiz. Ishlatgan. Qo'zg'olon akatada bir oydan keyin biz kelamiz, aka. boramiz. Endi intervyu olamiz aka. Yaxshi. Qanaqa? Aka bizdan kichkinagina bir sovg'achamiz bor. Bu nima sovg'a? Buni рабочий kiyim, Rabochi nima bor, futbolka bor, kepka bor. Hojaga ekansiz aka. Hojaga bir duo qiling. Xotirjamlik bo'lsin, shu zamonamizning gullash, yashnash uchun olinayotgan texnikalarimiz bo'lgan joyini obod qilsin. Shunga ketgan pullarimiz sizlarga endi bersin. To'lib ketsin, davomli bo'lsin. Alloh akbar. Sog' bo'ling aka.